Qo'lda qaysida bo'ladi ko'proq? Shu yerdan keladi og'riq. Uyush bormi? Necha kun bo'ldi boshlanganiga? Barmoqlarda bo'lyapti. Og'riq bu yerdan boshlanib, bu yoqqa qarab ketyapti. Hech bir kun bo'ldimi? 3 kun bo'ldi. Og'riq qoldiruvchilar neyrobiolog bo'lyapti. Kuchli og'riq qoldiruvchi. Bo'ldi. Пережащение модели на уровне 5 и 6. Qo'llarda og'riq yo'qmi? Ko'p o'ng qo'lda edi. O'ng qo'lda. Og'riq bu yoqdan kelib, bu yoqqa qarab ketadi. Hozir og'riqlar yo'q. Uyushib sasab bo'ladi. Qisib qolibdi qo'lda. Yaxshi.